Nega nega olayapsan? Arpayni ham bordimmi men? G'alati bo'layotgan-ku bu. O'ldiradi odamga qarab, bo'ldi ketyapman. Ha onasi. Boryapman. Bo'pti. Xo'p. Assalomu alaykum aka. Ha. Hop. Ha. Bo'pti aka, bo'pti. Aha. Aç eshikni. Aha. Bo'pti aka, qo'ng'iroqlashamiz. Xo'p. Xo'p aka. Assalomu alaykum. Yo. Onasi? Sizga nima bo'ldi? Nima dovdiraysiz? Kiring. Ovqatimni tegiga olib ketdim. To'xtating! Jiri bo'lgan. Bola. Nima qilyapsan-ey? G'alati bo'layotgan bu. Tuxumi ketgan bu. Hayda. Bola bo'ldi bu. Qandaqa bola bo'ldi bu? Hey do'stim, nima qilyapsiz ey? Ko'rmaysizmi? Katta bola dorini aralashtirib ichish yoddan chiqmoqda. O'shanga aralashsin deb sirgayapman. Ey o'yle, odamni sharmanda qilding. Dori ichishni bilmaysan ey. Yur. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Rahmat. Siz o'misiz? Uychilar. Xonadonlar, bolalar, charchamizda. Shu aka ko'rinishingizdan juda o'qimishli bir ziyoli insonga o'xshaysiz-da. Ikkita oliygoh tugatganmiz. Ya qoyilman. Bu tajriba ham bu ancha jo'siga. Ha, bir 15 yildan beri shu sohada ishlaymiz. Ya qoyilman. Sizga nima bu retseptiga dori kerakmi yo noyob? Menga sizga inson kerak edi. Qidirib yurdim. Qara, Xudoning o'zi yetqizyapsiz. Menga shu bitta paxta berib oling.
Rahmat, rahmat. Kechirasiz. Qarab oling. Keling. Xo'sh, xizmat. Yana erkin. Sizga qanaqa dori kerak? Haligi nima Erkin. Nima? Kim? Erkin. Qanaqa erkin? Men sizni tushunmadim. hamma menga erkin bo'lib ko'rinyapti aka. Shu hamma o'z holicha ko'rinadigan doringizdan yo'qmi? Kechirasiz, men sizni umuman tushunmayapman. Men ham o'zimni tushunmayapman aka. Ana ko'rdingizmi, tushuntira olmayapman. Bo'ldi. Siqilmang. Men tushunmasam ham, lekin sizni tushunadigan odam bor. Kim? Psixolog. Ha, doktor. Mana yonimizdagi binoda, mana yaqin og'aynim. Shuni o'tsangiz, uni sizga yordami tegar. Shu yerda? Ha? Shuni o'ting. Sizning ismingiz nima? Tavakkal. Rahmat. Rahmat Tavakkal. Sog' bo'ling. Rahmat. Nima qilyapsiz? Hazırlaşmam bilan. Qanaqa yerga qo'ying. Ya? Uzr. Siz Tavakkal dedingiz ha? Uzr. Odamligi nima bo'lgan o'zi? Yomon bo'lgan asabiy kim bo'ldi? Voy. Psixolog ham ko'zimga erkin bo'lib ko'rinyapti. Bo'lishi mumkin emas. Erkin ham psixolog edi-yu. Yo'q. Toshkent shahar katta shahar bo'lsa, aylanib yana erkin oldiga keldi. Bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Keling, o'tiring. Sizni nima bezovta qilyapti? Hamma ko'zimga bir xil bo'lib ko'rinyapti-da. Hamma bir xil ko'rinyapti-deng. Xo'sh. Do'stim Erkin degan yigit bor. Hamma shunga o'xshab ko'rinyapti. Gapni ochiq bir bo'ladigan bola emas-da. Ahmoq bola, ahmoq. Ana ko'rdingizmi? Siz ham ko'zimga Erkinga o'xshab ko'rinyapsiz. U Erkin sizga nima yomonlik qildi? Menga yomonlik qilgani yo'q. To'g'risi shu do'stimni xafa qilib qo'ydimda, shundan beri ruhimda tinchlik yo'q. Nima qilib xafa qildingiz? Xotinim bilan bo'lgan janjalda aytib berayotgandim. Xo'sh. Shokoladli yong'oq olib kelganda do'konga tushgandim.
ko'zimga erkinga o'xshab ko'rinyapti. Xo'sh. Nima xo'sh. Siz ham erkinga o'xshab xo'sh-xo'shdan nariga o'tmaskansiz. Xafa bo'lmang-ku, u ham sizga o'xshagan psixolog. Bundan keyin asabiylashmaslikka qaror qildim. Menga yoqmadi. Xo'sh yoqmadimi? Yong'oqli shokolad. Anaqa. Ssenariy yoqmadi. Menga ham umuman yoqmadi. Sho'rdanak yo'q. Balki sizlarga qandon pista kerakdir. Yoki bo'lmasa yer yong'oq kerakdir. Sizlar bozor rastasida aylanib yurganlaring yo'q. Agar bilsangiz fantastik hajmiya o'qiyapsiz. Men bu asarni yozganimcha har soat har kuni tilim bilmay mehnat qilganman. Sizlarga tushunmayapman, o'zi nima kerak sizlarga? Oldin o'zaro kelishib olinglar. Boringlar. Xo'sh. Endi nima qilamiz? Boshqa ssenarist axtaramiz. Mana men yangi bir ssenariy o'qib oldim. Taklif. Hay. Orzuingga ishon. Yulduzing porlasin. Televizion, musiqiy loyiha. Zo'r Star. Yulduzga aylan. Loyiha Fond Forum ko'magida tashkil qilindi. Xalqimiz an'analarga ko'ra, uy bu butun oila jam bo'ladigan makon. Bu makonda har kim o'z qiziqishlariga yarasha mashg'ulot topadi. Bu samimiylik va shinamlik hukm suradigan maskan. Uy bu barchamiz sog'inib qaytib keladigan makon. 15 yilga imtiyozli ipoteka kreditini oling va sifatli materiallardan qurilgan hamda gaz, elektr va suv ta'minoti tizimlari o'tkazilgan yangi uy-joyga ega bo'ling. Namunaviy loyihalar asosida qurilgan uyga ega bo'lish uchun hokimliklar, fuqarolar yig'inlari, kamolat bo'limlari hamda qishloq qurilish bank filiallari, mini banklari yoki qishloq qurilish invest engineering kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin. Qishloq qurilish farovon hayotingiz xizmatida. Siz mahsulot ishlab chiqarishni yoki iste'molchilarga turli xizmatlar ko'rsatishni boshladingiz. Bu haqda iste'molchilarni boxabar qilmoqchimisiz? Buning uchun qanday yo'l tutmoq kerak? Sizga albatta yaxshi reklama yordam beradi. Eng qulay va samarali reklama bu tele va radio kanallardagi reklama. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi reklama beruvchilarni hamkorlikka chorlaydi. Ko'p sonli muxlislarga ega bo'lgan telekanallar sizga xizmat ko'rsatishga tayyor. O'zbekiston, Yoshlar, Toshkent, Sport, Uz HD hamda Madaniyat va ma'rifat dunyo bo'ylab yangi telekanallari. Shuningdek, butun respublikani qamrab olgan hududiy teleradio kompaniyalarda. Qo'ng'iroq qiling 214 99 65.